Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas his to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontrolligiga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixik savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Yaxshimisilar savatdoshlar, bugun sizlarga so'zlaydiganim chiroy ifodasini o'qish. Chiroy ifodasini o'qish degan nima degan gapsa, odamning chiroyiga qarab, uning hissiyotlarini tushunish, hissiyotlarini bilish, uning ko'nglida nimalarni o'ylayotganligi, yoki uning ko'nglining joyida yoki joyda emasligini bilishni biz odatda chiroy ifodasi o'qish deb ataymiz. Buning yamratilishi mikro chiroy ifodasi. Endi odamda universal bo'lgan qancha xil chiroy ifodasi bo'ldi desa, 7 xil chiroy ifodasi bo'ldi. Buning ichida birisi xushallik, ko'nglerim bo'lish, masalan, sal qayg'urib qilish, bizarlik, qo'rqish, hayron bo'lish, anaqdan keyin ochchig'lanish, eng oxirida mansmaslik. Demak, har qanday u mayl dunyoni qanday yashashdan qat'iy nazar odamda bo'ldi ekan, bu 7 xil chiroy ifodasi bo'ldi. Bu 7 xil chiroy ifodasini ishlatish uchun chiroy muskulimizda 40 parcha muskul bo'ldi. Mush 40 parcha muskullarni ishlatish orqali biz 7 xil chiroy ifodasi chiqaramiz. Masalan, xushallik. Ya'ni odatda ko'z, qosh taraf ko'tarilib, chiroy xuddi guldek echilishga boshlaydi. Qayg'urishda odatda odam kichiklab ketadi, ya'ni jumilish, ya'ni ichki kirib ketish ahvoli shakllanadi. Shu masalan, bizar bo'lish, ma'nosida bizar bo'lgan vaqtda burun bu chiroy ifodasini ifodalash uchun qatnashdi. Ya'ni bizarlik kayfiyatining kelib chiqqan. To'rtinchi qo'rqashdan nima u hayron qilish asosiyatdan bir-birisiga o'xshab qoldi. Chunki qo'rqash uchun hayron qolgan vaqtda bir xil qo'rqqan sezim bo'ldi. Ya'ni ko'z intan yug'nab, ig'iz echilib, hayronlik. Undan keyin ochchig'lanish deganda ig'iz odatda ig'izning tuzilish o'rni tuzsiz keldi. Ya'ni ko'z kichiklab, ig'iz tuzilishga boshlaydi. Eng oxiri miqida kulish yoki mansmaslik. Bu vaqtda biz ko'pincha aytadigan miqida kulish chiroy ifodasi bo'ldi. Bu bir qadar qiyin. Chunki buni bayqamoq saltas. Bu vaqtda yoki o'ng yoki so'l o'ng ig'izning ma'lum bo'lki ustiga qarildi. Demak, bularning hammasi makro chiroy ifodalari. Bunda chiroy ifodalarini bir qarablam odamlar bilalaydi. Ammo bu makro chiroy ifodalaridan boshqa bir xil chiroy ifodasi, u nima o'ziga mikro chiroy ifodasi. Mikro chiroy ifodasi nimasi? Intan kichik.
kishilar bilgili olmaydi. Bu mikro chiroy ifodalarining yuz berish tezlik qanchalik bo'ldi desa, 15 1 sekund ichida chiroy ifodalar bo'ldi. 15 dan 1 sekund. Siz o'ylab qaranglar, 15 dan 1 sekund degan bek tez u. Uni oldirab bayqag'il olmaydi. Ammo odamning haqiqiy hissiyot ifodalari, chiroy ifodalari nerdan chiqadi desa, makro chiroy ifodasidan emas, dal 15 dan 1 sekund elib berilgan mikro chiroy ifodasidan keldi. Şu an nurg'a odamlar masalan xushaldek ko'rindi. Xushal chiroyning ichida bir xil qayg'u mikro chiroy ifodasi bo'ldi. Ba'zida qayg'urganlik bo'ldi masalan, ko'ngil yerim bo'lgandek bo'lib oldi. Ammo ularning chiroy mikro chiroy ifodasida kulki ushlangan bo'ladi. Uni normal sharoitda biz bilmaymiz. Unda biz buni qanday bilamiz? Buni bilish uchun men bugun sizlarga o'tmoqchi bo'lgan chiroy ifodasini o'qish degan bu temadan foydalanamiz. Undaq nurg'a odamlar nemishqa odamlarning haqiqiy chiroy ifodasini to'liq bilmaydi. Chunki nurg'a odamlarda kuzatish, diqqat, sijilligi unchalik kuchli bo'lmaydi. Ko'pincha odamlarni kuzatmaydi. Masalan, biz bir oddiy bir o'yin o'ynaylik. Unda samanglar qo'llarni chiqaringlar, maqlalar chiqirsizlar. Andan keyin maqlalar chiqiramiz. Andan maqlalar solamiz, Andaq. Siz xato qildingiz, men maqlalatdi. Yaxshi. Qo'lni kirishtiramiz. Unda samangni kirishtirdingizmi? Unda men 3 sanayman. 1 2 3. Hech kim bunda qilolmaydi. Nima ish qiladigan vaqtda? Bu mumkin emasda. Men nima ish bunda qila olaman? Amaliyotda nurg'a odamlar mushada meni kuzatishga e'tibor bermaydi. Amaliyotda men qo'limni ma'qul soldimmi degan ma'qul solmadim. Balki ma'qul soldim. Menimiz ma'qul selinglar deganda hammasi uzlan bo'lib ketganlik uchun mening amaliyotda qo'limni ma'qul sog'inimni bilmay qoldi. Demak, bu xil kuzatish iqtidorining nachar bo'lishi odamdagi haqiqiy mikro chiroy ifodalarini tunish iqtidorini tuvaltiydi. Unda biz yana bir o'ynaylik. Barliq sinfdagilar unda bo'lsa, men sizlarga 10 sekund vaqt berman. Bu sinfdagi barliq narsalarni kuzatib olsizlar, men ma'lum narsalarning nima ekanligini sizlardan so'rayman. Unda 10 sekund vaqt berman, Soat qarab 10 sekund. Unda sinfni bir kuzatib olinglar. Oldu. Unda siz javob bering. Siz meni kuzatdingiz-ku, sinf qarab chiqdingiz-ku. Unda siz javob bering, aqlingiz qaramay turib. Aqlingizdagi o'quvchi qizmi o'g'il? Topolmaysiz. Nima ish qiladigan vaqtda, men bu yerdan sizlarga vaqt bergan vaqtda nurg'uninglar sizlar atrofni kuzatish bilan bo'lib ketib, yenildagi odamni diqqat qilmadinglar. Demek adamlarning amaliyotda mikro chiroy ifodasini bilmaslik sabab nima degan vaqtda ular diqqatini aslida bayqashga tegishlik bo'lgan haqiqiy hissiyotni ifodalayotgan mikro chiroy ifodasiga emas, makro yasalma bo'lgan niqobga kirib olgan chiroy ifodasiga diqqat qiladi. Bunda vaqtda ularning nazar nuqtasidan mikro chiroy ifodalar asosiyatdan sog'ib bo'lib ketadi. Unda bu bola nemishqa oqid sinib shundoq zan soldi. Nima zan soldi desa pardiga, eshikka, derizlarga yoki o'rindiqlarga diqqat qildi. Ammo oqidga baliq diqqat qilmadi. Nima ish qildi degan vaqtda men atrofimdagi narsalarni sinib kuzatinglar dedi. Demak, bu balning diqqati atrof kirib ketganlik uchun oqidagi balning zodi o'g'il yoki qizligini bilmay qoldi. Demak, mikro chiroy ifodasini nurg'a odamlarning bilinmasi sabab nima desa, dal ulardagi kuzatish engining tuvan bo'lganligi yoki kuzatish iqtidorining yuqori bo'lmasligi. Shunga o'tgan soatdami men bir qatim deb o'tib ketdim. Chuqum sizlar barliq ish izlaringizda yoki bo'lmasa o'zingizning maktab hayotida yoki bo'lmasa oilangizda bo'lsin, chuqum kuzatishga diqqat qilinglar. Qanday narsalarni kuzatimizsa, inchik narsalarni. Chunki cho'ng narsalar ko'z ko'rinib turdi. U xatarlik bo'lmaydi. Ammo kichik narsalar cho'lsa, u ko'z ko'rinmaydi, xatarlik bo'ldi. Masalan, bir mashina xatarlikmi yoki bir bakteriyami? Albatta, bakteriya xatarlik. Nima ish qiladi deganda, mashina garchi yo'g'ondek turgan bilan biz uni ko'rib tura olamiz, vaqtga uningdan qanday dolda elishni bilamiz. Ammo bakteriyachi deganda bakteriya unday olmaydi. Bakteriya degan odam ko'rinmay keldigan gap. Shunga bir odamga qanday odamda xavf keldi deganda, uning makro chiroy ifodasini emas, uning mikro chiroy ifodasini. Masalan, men bir sonli yanaga ochiqilib basam, siz chuqum oldin mudofaa qilishni bilib bo'lsizlar. Oldin tayyorlik qilib bo'lsizlar. Ammo men kulib badim. Ammo mikro chiroy ifodamchi bo'lsa, ochiq to'lab ketgan. Siz uni ko'rmadinglar. Shundan bu menga kulib kelyapti deysizlar, siz tayyorliksiz tursizlar. Amaliyotda men bo'lsa ochiqlangan.
Yoki ba'zi odamlar ochiqlangandek turdi. Yoki manda deyli, sizning ma'lum bir ishinglar vujud chiqmay qolgan bo'lsa, yoki kelishmoqchi yuzagan bo'lsa, do'stinglar ko'ngilni intan yerim qilish mumkin. Siz bu vaqtda do'stim haqiqatan men uchun ko'ngilni yerim qildi deb o'ylaysizlar. Ammo uning ko'ngilni yerim qilgan chiroy, makro chiroy pasining ichida u balkim xushal bo'layotgan mikro chiroy pasim kirib ketgan bo'lishi mumkin. Unsiz bilmaysizlar. Ammo kunlarning bir kuni bu do'stinglar balkim sizlarga bek cho'ng payda kelmasligi, balki hatto ziyonkashlik qilish mumkin. Shu ham mikro chiroy pasini o'qish uchun odam men bayatim degandek nurg'unlagan inchik nuqtalarga diqqat qilish kerak. Undan bunu qanday diqqat qilamiz? Demak, odam makro chiroy ifodatini kontrol qila olgan bilan mikro chiroy ifodasini kontrol qila olmaydi. Masalan, bir odamning turqidini bilasizlar. Ba'zilar menda turdi. Bu qanday turish? Bu odatda cho'ng territoriyalik turish deymiz. Cho'ng territoriyalik turish degan nimasi? Bu odamning egallagan, ya'ni tug'an vaqt egallagan o'rni o'zigidilla kengri. Bu xuddi yo'lbosning o'shaning hammasi mening degandek avval tushundir. Demak, bir odamning turqida uning turish avvalining yana shu chembiri odatda ashning o'ziga bo'lgan ko'z qarashi. Uning bir xil o'ziga ishongini yoki o'zini boshqalardan cho'ng bilish mumkin. Ba'zilar bo'lsa menda turib oldi. Ba'zilar bo'lsa qo'lini ishga selib oladi. Buning o'zi men mush yanchiq kirkitaman yoki yushunib olaman demoqchi. Shu odamlar jiddilashgan vaqtlar qo'lini mayoqqa deb kichiklab ketish ahvoli. Qancha o'xshab bo'lgan shuncha cho'ngab ketgan ahvol bor. Mushning o'zimi nima bo'lsa mikro chiroy ifodasi. Ya'ni tug'an oldi. O'tgan vaqtdan ba'zilar qanday o'tirsa menda o'tirdi. Yoki ma'qul o'tirdi. Ba'zilar bo'lsa putini o'rindiqdan oqiga tiqib etish mumkin. Demak, mushning hammasi bu odam to'g'riliq bizga nurg'un narsalarni deb beryotadi. Ba'zi o'quvchilarimdan masalan, siz topshiriq ishladingizmi desam, ha. Amneto, ha da'tudu. Ama onun bedeni allı burun bana onun tapşırık işlemeyevatkallıkını dep bıraktıdı. Ya komisa kuşallık değil. Bazılarında kuşal dek göründüm, külüdüm. Ama ulanın külgüsünün köpeğiniz yalgan çıkıyordu. Bunu nereden bilmezse ulanın külgüsüge pişanı kısmı bilen kulak kısmı arlaşmaydı. Demek onun pişanı kısmı kulak kısmı arlaşmaganken ya komisa közünün etrafında kağı pıtı deyimiz. Kağı pıtı şekillenmişler onun hamısı yalgan külgü oldu. Bundaklar köpünce mahalalet küldü. Bunun özümü mikro chiroy ifodasidan biz darhol bundan amniyat kulgisining yalg'on ekanligini bilalaymiz. Qayg'urish. Ba'zan shunda qayg'urgandek bo'ldi, ammo ularning og'iz cho'sa usti lipildab ketadi. Bu amaliyotda kulgi mikro chiroy ifodasi. Ma'qul bo'lib ketadi. Buning o'zi nimasi? U amaliyot kulayotgan hisoblanadi. Ya'ni ba'zi avvallarda yana qanday ahvollar bo'lsa, men ba'zida o'quvchilarga topshiriq ishlab kelgansizlar degan Tapşırıq işlep gelirlerdi, hiç qanday chiroy ifodasi olmaydi. Ama tapşırıq işlemaganlardi chu degan vaqtda yoqimiz o'rnidan qimishib ketadi, yoki bo'lmasa oldidagi ichimliklarni, qalamlarni, agar telefon bo'lsa telefonlarni, hech bo'lmaganda o'rindiqni tutib oldigan ahvol shakllanadi. Buning o'zi nimasi? U jiddiylashdi, u besim kuchtirdi degan gap. Demak, bu orqali men kimdan tapşırıq ishlagan yoki ishlamaganligini tezla o'rib ola olaman. Demak, bizning agar kuzatish iqtidorimiz to'liq bo'lsa, biz nurg'un odamlarning chiroy ifodasi qarabla uni bilalaymiz. Masalan, qadimgi zamonda ma'lum bir jinoyat o'tkazgan yoki o'g'irlik qilgan odamning rost yolg'on gapini qanday qaragan desa, uningga mushunchalik cho'nglikdagi non yegizib baqqan. Bu nonni yeb, ondan chiqarg'izib baqqan. Agar bu non yo'l chiqsa, uning gapi rost degan. Agar u non quruq chiqsa, gapi yolg'on deb uningga kesim e'lon qilgan. Buning qanday ilmiy aloyligi bor desa, chunki odam yolg'on gap qilgan vaqtda uningda tupuruk, ya'ni sho'lgay nimasi asosiyatdan chiqmay qoldi. Shu an non quruq chiqdi. Agar rost gap qilish bo'lsa, bu normal holat xizmat qiladi. Non darhol yo'l holati chiqqan gap. Yoki sinab baqsanglar bo'ldi. Agar sizlarni aytdi, yolg'on gap qilgan odamga bir parcha nonni berib yutib baq desanglar, o chaynavrdiki, hargiz uni yutib yetmaydi. Nima ish qilsa, bu yolg'on gap qilgan vaqtda odamning meylimayadiki, ya'ni nervlarining hammasi asosiyatdan jiddiy
holati turdi, nonni jutib yetilmaydi. Yoki bo'lmasa nonni jutsimi, uni sho'lga suyuqlik olmaydi. Chunki sho'lga suyuqlik bu vaqtda ajratib chiqilmaydi. Demak, men nima demoqchi esa, odamning nurg'unlagan mikro chiroy ifodalari bor. Biz agar yaxshi kuzatsak bularni, nihoyat yaxshi kuzatsak, biz ular to'g'riliq nurg'un narsalarga erisha olishimiz mumkin. Masalan, hozir biz bir o'yin o'ynaylik. Bu orqali men kishilarning chiroy ifodasini texmo sizlarga yaxshi ifodalab beray. Unda bo'lsa, masif qilganlar bormi? Chiqadiganlar bormi? Siz. Yaxshimisiz?